Mana shu eshikdan kirib keldik. Kattagina holimiz bor. Prixожий mebelchalari bor. Skvozной planirovka. Chap tarafda hamda o'ng tarafda ikkitadan xonasi mavjud. Sanuzlari ham alohida ekan. O'ng tarafda birinchi xonacha, mana bu hojatxonamiz, to'liq kafilda. Undan keyin bolalarga yotoqxona keladi. Xo'p, marhamat. Zamonaviy, chiroyli ta'mir qilib qo'yganlar. Hamma xonada radiator bor. Pollarimiz laminat qilingan. Mana bu mehmonxonamiz ekan. Mehmonxonada ham hamma sharoitchilarimiz bor. Yumshoq mebel, texnika mebelimiz bor ekan. Va balkoni bor 2/7, juda katta ovqatlanish zonasi va hamda bu tarafga pishiriq zonasi. Yorug', katta akvaplastdan qilingan derazalar. Kamchiligi qariyb yo'q dedim. Bitta kamchiligi bor. 5-etajda joylashgan, novostroyka, lifti yo'q. Mana shundan boshqa kamchiligi yo'q. Bu tarafga ikkita yotoqxona qilib qo'ygan ekanlar. Xo'p, marhamat. Mana bu birinchisi. Skvozной planirovka dedim. Hamma xonada derazalarimiz bor, hamma xonada radiatorimiz bor, mebel texnikamiz bor. Shunday kelamiz va yashaymiz, hech narsa qilish shart emas. Xo'p. Va oxirgi joyimiz yuvinish xonasi. Marhamat, to'liq kafilda kattagina hamma sharoitlar bor ekan. Xo'p, 90 kvadrat 5-qavatda joylashgan novostroyka, 4 xonalik skvozной planirovka, hamma sharoiti bilan narxini 87 ming deyaptilar. Savdosi albatta bo'ladi. Tezlik bilan aloqaga chiqamiz.